19 mavzu algebraik kasrlar. Birinchi misol. Ax taqsim bx. Xo'p, o'rta ko'paytirish bo'lganligi sababli nimalar qisqaradi? Xlar qisqarib ketadi va a taqsim b qoladi. Xo'p, 5-misol, 6-misolga qarang. A ko'paytirilgan x minus 2 taqsim b ko'paytirilgan x minus 2. X minus 2lar qisqarib ketsa, a taqsim b qolib ketadi. Tushundingmi? Keyingisi 12-misol. A kvadrat minus 25 taqsim a plus 5. 25ni 5ning kvadrati desak, a minus 5 bilan a plus 5 ga kelsin. Taqsim a plus 5. A plus 5 da qisqarib ketsa natija a minus 5 ga keladi. Değil mi? Xo'p, keyingisi 19. 19da a kvadrat minus ab taqsim a kvadrat minus b kvadrat. A kvadrat minus abdan a ni chiqarib olsak, a minus b qoladi suratida. Mahrajida a kvadrat minus b kvadratimiz a minus b bilan a plus b ga keladi. A minus b'lar qisqarib ketsa, a taqsim a plus b. Xo'p, keyingisi aytaylik 24. X kvadrat plus 4 da x plus 4 taqsim x kvadrat minus 4. Surati x plus 2ning kvadratini bersa, x plus 2ning kvadratini yoyib chiqsalaring, mahrajidagi 4 ni 2ning kvadrati desak, kvadratlar ayirmasi x plus 2 bilan x minus 2. X plus 2lar bittasi qisqarib ketsa, x plus 2 taqsim x minus 2 ga kelar ekan, yozib olasizlar. 30-misol. Xo'p, suratidagi ifodalarni yozib chiqay. X kvadrat plus y kvadrat ko'paytirilgan x plus y. Xo'p, taqsim. Mana bu o'rtasi ayirishmasmidi? Ayirish ekan. X'ning 4-inchisi minus y'ning 4-inchisi x kvadratning kvadrati, bunisi esa y kvadratning kvadrati. X kvadrat plus y kvadrat. Hop, x kvadrat minusdan y kvadrat holatiga keladi. Tushunarli? Plus minusga kelib qoladi. Aytaylik, pluslar qisqarib ketsa, natija x plus y taqsim x kvadrat minus y kvadratga kelsin. Hop, x kvadrat minus y kvadratimiz ham nimaga ajraladi? X plus y, x minus y ga ajralsin. X plus y va x minus y. Plusliklari qisqarib ketsa, bir taqsim x minus y ga keladi. Javob. Xo'p, keyingisi 38. X'ning 4-inchisi minus x taqsim. Hop, x'ning kubi plus x kvadrat plus x. Diqqat qilasizlar. X'ning 4-inchisi minus x'dan x'ni qavsini tashqariga chiqarsak, x'ning kubinchi darajasi minus 1. Mahrajdan x'ni qavsini tashqariga chiqarib olsak, x kvadrat plus x plus 1 holatiga kelsin. Mana bu 1ni 1ning kubi desak, kublar ayirmasi formulasi x dan qisqarib ketar ekan. Kublar ayirmasining qisqa ko'paytirish formulasi x minus 1 x kvadrat plus x plus 1 taqsim hop x kvadrat plus x plus 1. Aytaylik, bular ham qisqarib ketsa, natija x minus 1 ga kelsin. Tushunarlimi? Yozib olinglar-da. 43-misolga e'tibor qilasizlar, o'rtasi bo'lish ekan ikkita kasrning. Hop, birinchi bo'lishni ko'paytirishga aylantiraylik. 8a ning kubi b taqsim 9 da x kvadrat y kvadrat ko'paytirilgan. Hop, mahrajidagi suratga chiqsa, 45x y ning kubi taqsim 32 a kvadrat b kvadrat ga keladi. Endi surat mahrajlarini qisqartirsak bo'ladi. Aytaylik, 45 ni 9 ga bo'lsam 5, 32 ni 8 ga bo'lsam 4. Hop, sonlari 5 taqsim 4 qolyapti.
3ta a'ni ikkitaga bo'lsam, tepada bitta qoladi. Hop, 3ta y da 2ta y ga bo'lsam, bitta y. X'lar nechta qolar ekan? Bitta b-chi. Bu ham bitta suratda harflar a bilan y qoldi. Mahrajlarchi x bilan b yoki bx. Mana shu holatga kelyapti. Keyingisida ham bo'lishni ko'paytirishga aylantiramiz va soddalashtiraylik. Birinchi kasrdan a ni chiqarib olsak, nima keladi? A plus b ga. Mahrajdagi ifoda nimani beradi? A plus b ning kvadrati. Xo'p, ko'paytirishga aylantirsak, a kub plus b kub yuqoriga chiqib, birdaniga qisqa ko'paytirish formulasini yozaylik. A plus b a kvadrat minus ab plus b kvadrat edi. Shundaymi? Xo'p, mahrajda mana bulardan a ni chiqarib olsang, a kvadrat minus ab plus b kvadrat qoladi. Shundaymi? Yuqoridagi pastga tushdi. Hop, mana bular qisqarsin. A plus b'lar 2 ta ku, pastda ham 2 tami? Qisqarib ketadi. A'lar ham qisqarib ketsa, natija 1 ga kelar ekan. Xo'p, yozib oling buni. 58-misolga qaraysizlar. Umumiy mahraj berishdan kelib chiqadi. Demak, umumiy mahrajimiz x plus y bilan x minus y bo'lib qoladi. Hop, bunga ko'payadi x minus y, bungachi x plus y ko'paysa, 1 ga x minus y ko'paytirsang x minus y. Mana bu minus ta'sir qilsa, minus x minus y deb yozishimiz kerak. Hop, teng. Az. Suratidagi x'lar qisqarib ketsa, y'lar soni minus 2 ta y. Taqsim x minus y, x plus y'imiz x kvadrat minus y kvadrat bo'lib soddalashadi. Tushunarlimi? Keyingisi, birinchi soddalashtirib olaylik buni ham. Ikkita qism mahrajdan 3 ni chiqarib olsam, x minus 2 plus 4 ta qism mahrajdan 5 ni chiqarib olsam, x minus 2. 3 bilan 5 ga umumiy mahraj 15. X minus 2'lerde o'zi qoladi. Ya'ni umumiy mahraj 15 x minus 2 bo'lsa, bunga tegadi 5, bunga tegadi 3. 10 ga qo'shaman 12 ni. 27 mi? 22 mi? 22 bilan 15 hech narsaga his qilmaydi. Xo'p, keyingisi n kvadrat minus 49'imiz n plus 7 bilan n minus 7 ga ajralsa, umumiy mahrajni birdaniga tanlaylik. Umumiy mahraj tanlasak, hop, n minus 7 bilan n plus 7 umumiy mahraj bo'lsa, bunga bittadan tegadimi keyin? Bungachi n minus 7, bunga esa n plus 7. 1 ga 13 n minus 4 ko'paytirsam, 13 n minus 4. Minusni ta'sir qildirib 5 ta ham ko'paytiraman. Minus 5 ta n plus 35. Minus 8 n minus 56. Shu holatga kelar ekan. Teng. N'lar soni 13 n'dan 5 tani ayirsam, 8 ta, 8 dan 8 tani ayirsam, 0 ketar ekan. Hop, bular 31 dan 56 ni ayirsak 25 mi? Minusdan 25 taqsim n kvadrat minus 9 ga kelar ekan. Bularni yozib olasizlar. 69. Hop, 69 da qarab olsak, mana bu 2x ning kvadrati, bunisi esa 3y ning kvadrati plus minusga keladi. Hop, mana bu esa 2x ning kubi, bunisi 3y ning kubi. Kublar ayirmasining qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanamiz. Xullas, soddalashtirib chiqaylik. 4x plus 6y taqsim, hop, 2x plus 3y, 2x minus 3y ga keladi. Mana buni o'zi. Plus keyingisi, hop, suratiga
Ha, surati nimani beradi? Hech bermaydi. 4x kvadrat plus 6xy plus 9y ning kvadrat desak. Pastdagi esa 2x ning kubi plus 3y ning kubi. Minusmidi? Minus bo'lsa, minus ekan mana. Bitta narsa esdan chiqibdi. Mana bundan ikkilarni chiqarib olganimizda qulayroq bo'lardi. 2 ni qarshisini tashqariga chiqarsak, buni joyida 2x plus 3y qolardi. Hop, shu turishida hozir mana bu ikkalasi qisqaradimi? Hop, suratida 2, mahrajida esa 2x plus minusmi? Minus ekan. 2x minus 3y. Plus bunun suratida esa hop 4x kvadrat plus 6xy plus 9y kvadrat. Kublar ayirmasi qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanaylik. 2x minus 3y. Keyin qavsda 2x kvadrat 4x kvadrat plus 2 o'rni ko'paytmas. 3y ning kvadrati esa 9y kvadrat bo'lib tepadagi bilan qisqarsin mana. Hop, ikkita qism 2x minus 3y plus bir taqsim 2x minus 3y. Mahrajlar bir xilmi? 2 ga 1 da qo'shsalaring 3 taqsim 2x minus 3y holatiga keladi. Yozib qo'yasizlar. 72. 72da e'tibor qilsalaring a kvadrat plus 2ab plus b kvadrat nimani tashkil qiladi? A plus b ning kvadratidir. Izida esa minus s kvadrat bor. Hop. Mahrajlarga a kvadrat minus 2bs yo'q, adashdik. A kvadrat desam, mana bulardan minusni qavsini tashqariga chiqarib olsak, b kvadrat minus 2bc plus s kvadrat bo'ladimi? Mana bu ham plus bo'ladi. Hop, keyingisi surati a plus b, ya'ni kvadratlar ayirmasida kelib turibdi-ku mana. A plus b minus s a plus b plus s desak. Bo'ladimi shunday qilsak? Mahrajichi a kvadrat minus buni nimani tashkil qiladi? B plus s ning kvadrati. Endi suratiga teginmay turaylik. A plus b minus s a plus b plus s. Hop. Mahraji ham nimaga kelar ekan? Plus minus kelsin. A kvadrat plusligini yozsam plus b plus a kvadrat kvadrat bo'lmaydi. A minusligini yozsam b plus s ga minus ta'sir qiladi. Minus b minus s kelar ekan. Nima deymiz? Qaysilar qisqaradi? Pluslar qisqarib ketsa a plus b minus s taqsim a minus b minus s. Javob ham shundaydir. Yozib olasizlar. 79dan nima qilamiz? Qarang, suratdagi x ning 21-darajasini x ning 7-sining kubinchi darajasi minus 1 ning kubi desak, mahrajiga e'tibor qilasizlar. Yig'indining kvadratini yozsam, x ning 7-sining kvadrati 14-si plus 2 ta x ning 7-si plus necha keladi? 1 ga. Bizda esa minus x ning 7-si bor. Hop, davom etsak. Kublar ayirmasining muhim nima edi? Qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra x ning 7-si minus 1, keyin qavsda x 7-sining kvadrati 14-si plus x 7-si plus 1 ning kvadrati 1 ga teng. Hop, mahrajda x 14-si 2 ta x 7-sidan bittani ayirsam bitta qoladi. Plus 1. Hop, natija nima?
X 7-si minus 1 ga keladi. Qisqarib ketadi ikkalasi. Yozib olasizlar. 83. 83 da e'tibor qilasizlar. Hop, 100. Mana bu uchala xatdan suratiga e'tibor qilamiz. Minusni qavsini tashqari chiqarsak 4 s kvadrat plus 4 cd va plus nima qiladi? D kvadrat qiladi. Maxrajidagiga e'tibor qilaylik. 20s bilan 10 dan hop 10 ni chiqarib olsalaring 2s plus d. Bulardan minusni qavsini tashqari chiqarsak 4s kvadrat plus 4 cd plus nima qolar ekan? D kvadrat desak. 100 ni 10 ning kvadrati desak, mana bu esa 2s plus d ning kvadratini beradi. Tushundingmi? Hop, 10 ning kvadrati minus 2s plus d ning kvadrati. Maxrajda 10 2s plus d minus mana bu hamchi 2s plus d ning kvadrati desak. Suratida kvadratlar ayirmasini plus minus yozsak 10 plus 2s plus d 10 minus minusligini ta'sir qildirsak minus 2s minus d. Hop. Maxrajda 2s plus d ni chiqarib olsak qavsni tashqariga d ni chiqarib olsalaring 10 qoladi birinchi xatda. Minus 2s plus d dan bittasi qoladi. Hop, minusini ham ta'sir qildiraylik. 2s minus d. Hop, bular nima qilar ekan? Qisqarar ekan. Suratida qolyapti 10 plus 2s plus d, maxrajida esa 2s plus d. Javobi ham shundaydir. Yozib olasizlar. 85 85 ga e'tibor qilasizlar. X kvadrat bilan 2 ta ax dan x ni qavsini tashqariga chiqarib olsalaring x minus nima qoladi? 2 mi? Mana ikkalasidan x chiqarib olsak plus deyinda x kub minus ax kvadrat plus a kvadratni shu boshidagi x kubmi? Shartda x kvadrat minus 2ax plus a kvadrat x plus a kvadrat. Nima deysan? To'g'ri yozdikmi? A minus a x kvadrat Hop, hozir. Qaysidan? X kub bilan mana bundan. Hop. Aha, to'g'ri. Hop, demak mana bular kirmaydi. Yo'q. Plus x kub bilan mana bu? X kub bilan bu ya? Mana bu. X kub plus ax kvadrat desam, keyin plus x kvadrat minus hop 2ax shundaymi? Plus a kvadrat deylik. Hop. Endi maxrajda xo'sh, maxrajda x ning 4-si mana bu chalasidan minusni chiqarib olsam qavsni tashqariga. Hop, x kvadrat plus 2 ta ax plus nima qoladi? A kvadratmi? Minus 2 ta ax ekan. Ishorasi o'zgaradi. Tushunarlimi? Endi mana bu ikkalasini nima qilar ekanmiz? X kvadratni chiqarib olsak x minus a plus mana bu chalasi nimani beradi? X minus a ning kvadratini bersa, maxrajida x ning 4-sini x kvadratning kvadrati minus mana bu ifodamiz x minus a ning kvadratini bersin. X minus a ning kvadratini bersin.
Suratidan nimani chiqarib olar ekanmiz? X minus a'ni. X minus a'ni chiqarib olsak, x kvadrat plus x minus a'dan bitta qoladi. Mahrajida plus minusga keladi-da, mahraj. X kvadrat plusligini olsak, plus x minus a. X kvadrat minusligini olsak, minus ta'sir qilsa, minus x plus a. Xo'p, mana bularni qisqarsa, x minus a taqsim x kvadrat minus x plus a degan javob kelasizlar. Yozib oling. Xo'sh, 4-chi darajalarni 94 ta kvadratning kvadrat qilsalaring plus minusga kelarmidi? 6,8 ning kvadrati plus 3,2 ning kvadrati 6,8 ning kvadrati minus 3,2 ning kvadrati desak. Mahrajida yig'indining kvadratini yoysammikin? Yoysak, qarang. 6,8 ning kvadrati plus 2 ko'paytirilgan 6,8 va 3,2 plus 3,2 ning kvadrati bo'yicha yoyiladi mana bu. Minus mana bu ham bor. Minus 6,4 bilan 6,8. Hop, 2 bilan 3,2 ning ko'paytmasini 6,4 bilan 6,8, 6,4 bilan 6,8. Qarama-qarshi sonlar yig'indisi 0 ga teng. Kvadratlari yig'indisi nima bo'lib ketadi keyin? Qisqarib ketsa surat, suratdagi bilan nimasini yozayin? Sen tushunyapsanmi? Xo'p, nima qoldi? 6,8 ning kvadrati minus 3,2 ning kvadrati. Kvadratlar ayirmasi nimaga keladi? 6,8 plus 3,2 6,8 minus 3,2. Mana bu qo'shsak necha? 10. Bucha. 3,6. Ko'paytirsalaring 36. Yozib olinglar. 95 ta. Shunday butun n sonlarni topingki, bunda n kvadrat minus 12 taqsim n ifodaning qiymati ham butun son bo'lsin deb. N qiymati ham butun ekan shartga ko'ra. Hop, kasrning qiymati ham butun son ekan. N ning qiymatlarini topishimiz kerak. Qarang. N kvadrat minus 12 taqsim n ni davom ettirsam, buni n kvadrat taqsim n minus 12 taqsim n ga keladi. N kvadrat n ga bo'lsam, n minus 12 taqsim n. Natija qanday son chiqishi kerak ekan? Butun son. Shartimizga ko'ra n butun son deyilgan-ku. Butun sondan butun sonda ayirsangina butun son chiqadi. Demakki 12 taqsim n'imiz doim qanday son bo'lishi kerak? Butun. 12 taqsim n butun bo'lishi uchun 12 ga bo'linadigan sonlarni tanlashimiz kerak n o'rniga. N o'rniga plus minus 1 butun son, plus minus 2 12 ga bo'linadigan sonlar 3 4 6 va 12. Demak 1 2 3 4 5 6 ta bo'lsa jami 12 ta. Plus minus bilan 12 ta da. Tushunarlimi? Yozib olasizlar. 100-misol. 100-misolda shartida agar n butun son bo'lsa, mana shu kasrning butun qiymatlari yig'indisini toping. Demak, kasr ham qanday son? Butun son. N ham butun son, kasr ham butun son. Shu butun qiymatlarining nimasini so'ragan? Yig'indisi. Demak, n kvadrat plus 4 ta n plus 6 taqsim n. Buni n kvadrat taqsim n plus 4n taqsim n plus 6 taqsim n deslaring. Xatma-xat bo'lsak, n plus 4 plus 6 taqsim n ga keladi. Ifodamiz qanday son chiqishi kerak? Butun. N butun, 4 butun son, 6 taqsim n'imiz ham doim butun chiqishi kerakdir. Shunday. 6 taqsim n doim butun son bo'lishi kerak. Shundagi n ning qiymatlari 6 ga bo'linadigan sonlar bo'lishi kerakmidi? N teng
plus minus 1 bo'lganda plus minus 2, 6 ga bo'linsa plus minus 3 va plus minus 6. Hop, sizlarga vazifa. Masalan, 1 ni qo'yasiz. 1 ni qo'ysang 5. Hop, 5 ga 6 ni qo'shsang 11 chiqadi. Minus 1 ni qo'ysakchi? Minus 1 plus 4. 3. 3 dan ayirasan 6 ni. Hop, minus 3. Nima? Minus 3. Barchasini qo'yib chiqasiz va o'sha chiqqan qiymatlarning yig'indisini toping deyapti sizlarga. Yozib olinglar. 102-misol x qiymati 3 bo'lganda shu ifodaning qiymatini so'rabdi. Qarang. 81 9 kvadratligidan foydalanib 9 darajasi x ning kvadrat desak o'rinli. Shunami? 16 4 ning kvadratligidan foydalanib 4 darajasi x ning kvadrat desak. 36 bilan 16 ni 4 kara 9 ning x-inchi darajasi, 16 ni esa 4 kara 4 ning x-inchi darajasi desak. Xo'p, suratidagi kvadratlar ayirmasi 9 darajasi x plus 4 darajasi x, 9 darajasi x minus 4 darajasi x egasin. Bu qavslarni ochib olsang 4 darajasi x larni chiqarib olsak qavsni tashqariga 9 darajasi x minus 4 darajasida x ga keladi. Bular qisqarib ketsin. Hop, qolyapti 9 darajasi x plus 4 darajasi x taqsim 4 darajasi x. Buni ham hop 9 darajasi x taqsim 4 darajasi x plus 4 darajasi x taqsim 4 darajasida x desak, uni mahraj bersang dastlabki holatiga qaytadi-ku. Bu ikkalasini 9 taqsim 4 ning x-inchi darajasi plus 1. 1 plus 9 taqsim 4 ning 3-chisimi endi? Shunday qilsak ekan, qilmasak mumkin. 9 kubi necha? 729 mi? Taqsim 64. Hop, javobda aralash kasrda berilganmi? 729 ni 64 ga bo'lsak. Bittadan 64 desak, ayirsak 8 qoladimi? 89 ichida bittadan 64 ayirsak 25. Demak, 1 plus 11 tadan tegib qoldik. 25 qolyapti. Demakki bu 12,64 dan 25 degan javob kelasizlar. Hop, yozib oling. 103 shartida ifodaning qiymati natural son bo'ladigan barcha n natural sonlarni toping. Demak, kasrimiz ham natural ekan. Hop, n ning qiymati ham nima ekan? Natural ekan. Shundan nimani so'ragan? Barcha n natural sonlarni toping degan. Demak, n ning qiymatlarini topishimiz kerak. Demak, mana buni soddalashtiraylik kasrda. Teng. Buni 3n minus 6 hop aytaylik. Plus necha bo'ladi keyin? 7 mi? Taqsim n minus 2 desam. Plus 1 bo'lishi uchun plus 7 ni qo'shdimda. Hop. 3 ni chiqarib olsam 3n minus 6 dan n minus 2 ga keladi. Plus necha? 7. Taqsim n minus 2. Xatma-xat yozsak 3n minus 2 taqsim n minus 2 plus 7 taqsim n minus 2 desak, n minus 2 lar qisqarib ketsa 3 minus 3 plus 7 taqsim n minus 2 ga keladi. Shu natijamiz qanday son? Natural bo'lishi kerak. 3 natural. Endi 7 ga bo'linadigan sonlarni tanlashim kerak-da, to'g'rimi? Natural bo'lishi uchun. Bu aytaylikki n minus 2 miz n minus 2 miz 1 bo'lganda n minus 2 miz minus 1 bo'lganda 7 ga bo'linadimi? N minus 2 ning joyiga 1 qo'ysang 7 ga bo'linadi, to'g'rimi? N minus 2 ning joyiga 7 qo'ysangina 7 ga bo'linadi.
n minus 2'ning joyiga 7, n minus 2'ning joyiga minus 7. Boshqa sonlar o'rnimi? 7 tip son-ku, o'ziga birga bo'linadi. Bundan n teng 3, bundan n teng 1, bundan n teng 9, bundan n teng minus 5. Natural bo'lish kerakmidi? N ning qiymati. Hop. Demak 3 1 9 chiqdi. N ning qiymatlarini toping deganida topdik. Yozib qo'yasizlar. Ha? Nima qildi? Aytgancha shoshmang. Ha, n ning joyiga qo'yganimizda ifoda ham qanday son chiqishi kerak? Natural son, ha. 3 ni qo'ysak, 3 qarang. 3 dan 2 ni ayirsang 1, xullas 3 ga 7 ni qo'shsang nechi? 10. Mana yerga men kasrlarning qiymatini yozyapman. 10 natural. 1 ni qo'ysak, 1 dan 2 ni ayirsang minus 1, xullas 3 dan ayirasan 7 ni. Minus 4. Natural emasmi? 9 ni qo'ysakchi? 4 bo'ladimi jami? Demak, bu ham to'g'ri. N ning qiymatlari 3 bilan necha ekan? 9 ekan. Yozib qo'yasizlar. 105. Xo'p, shartida nima degan? Ifodaning qiymati butun son bo'ladigan, mana ko'ryapsizlarmi? Butun son bo'ladigan nechta natural a soni bor? A qanday son ekan? Natural son. Xo'p, buni soddalashtirsak, a kub minus 2 ning kubi desam, maxrajidan a ni chiqarib olsak, a minus 2 keladi. Kublar ayirmasining qisqa ko'paytirish formulasidan foydalansak, a minus 3 a minus 2 a kvadrat plus 2a plus 4. Maxrajida a minus 2. Hop, a minus 2'larni qisqarsa, suratida mana bu kasr qoldi. Mana bu qavs, maxrajidachi a qoldi. Xatma-xat yozaylik. A kvadrat taqsim a plus 2a taqsim a plus 4 taqsim a desam, a kvadratni a ga bo'lsam, a ga teng, bu 2 ga teng, shundaymi? A plus 2 plus 4 taqsim a. Shu natijani qanday son bo'lishi kerak? Butun son. A butun shart, a natural. 2 natural qo'shsang butun son bo'ladimi? 4 taqsim a'miz doim qanday son? 4 taqsim a'miz doim butun bo'lishi kerak. Doim butun bo'lish uchun a ning qiymatlari 4 ga bo'linadigan sonlar bo'lishi kerak. A ning qiymati demak plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4 desang bo'linadi. Yana to'g'ri qildimmi? Ana. Hop. Shuncha aytib qo'ygan. A ning qiymatlari natural bo'lishi uchun 1, 2, keyin 4. Shular toping deganmi, nima degan? Nechta degan? Demak 3 ta ekan. Yozib qo'yasizlar. Xo'p, maxrajda mana bu a minus 2 lar qisqarib ketdi-ku. Shu yerda maxrajdagi a minus 2 ni 0 ga teng emas deb qisqartiramiz-da. Bundan a teng emas necha chiqadi? 2 chiqadi. Shu 2 ni ola olmaysizlar. Tushunarli? Yozib qo'ying. 108 da berilgan qiymatlarni ko'ryapsizlar. X plus y ning kvadratini yoysak, x kvadrat plus 2 ta xy plus y ning kvadrati keladi. Teng 27 plus xy desak. Mana bu xy ni bu tarafga ayirishga o'tkazsam, ikkitadan bittani ayirsam, bitta qoladi. X kvadrat plus xy plus y kvadratimiz teng 27 qolib ketadi. Tursin joyida. Endi bunisiga o'tamiz. Ya'ni so'ralgan ifodani soddalashtirishimiz kerak. X plus y ning 5-chisini boyagina ishladik. Hop, x ning 5-chisi plus hop 5 ta x ning 4-chisi y plus 10 ta x ning kubi y ning kvadrati plus 10 ta x ning hop kvadrati y ning kubi plus 5 ta x ning o'zi y ning 4-chisi plus y ning 5-darajasi desak. Bizda nima bor?
minus x'ning 5-si va minus y'ning 5-darajasi bor. Yig'indining kubini yoyib chiqaylik. X'ning kubi plus 3x kvadrat y plus 3x y'ning kvadrati plus y'ning kubi. Davomida minus x kub va minus y kub. Hop, x'ni 5-lari y'ni 5-lari qisqaradimi? X'ning kublari y'ning kublari qisqarsa. Hop, suratidan 5 ta x y chiqarib olay hammasidan. Tushunarlimi? Hop, 5 ta x y'ni chiqarib olsam, nimalar qoladi? X kub plus 2 ta x kvadrat bilan y. Keyingi o'nlikda 2 ta x y'ning kvadrati plus y'ning kubi maxrajda 3 ta x y'ni chiqarib olsak x plus y keladi. Endi boyagina ishladik. X kub bilan y kubni qisqa ko'paytirish formulasidan kelsak 5 ta x y nima qavs ichida ketyapti gap. X kub bilan y kubni x plus y'ning kubi yo'q. Hozir x plus y x kvadrat minus x y plus nima kelar ekan? Y kvadrat keladi. Mana x kub bilan y kub. Keyin bu ikkalasidan nima qilamiz? 2x y'ni chiqarib olsak qavsni tashqariga. Hop, qoladi ichida x plus y qolib ketadi. Hop, maxrajda o'zi turibdi maxraj. 3x y desak x plus y. Davom etamiz. 5 ta x y nimalarni chiqarib olaman? X plus y'larni chiqarib olsak qoladi birinchi qavsda, demak x kvadrat minus x y plus y kvadrat plus 2 ta x y qoladi. Maxrajda 3 ta x y x plus y. Qisqaradigan vaqt keldi mana. X plus y'lar qisqarib ketadi. 5 taqsim 3 ko'paytirilgan x kvadrat plus x y plus y kvadrat bo'lar. Minus x y bilan plus 2 ta x y'imiz bittani beradi-da. Tushunarlimi? Hop, nimani joyiga qo'yamiz? Ha, mana bu qiymati bor-a? 27. 5 ta aqsim 3 ko'paytirilgan 27 desak, 9 kara 5 45 degan javob kelasizlar. Yozib olinglar. 110 kublar yig'indisi. Mana bu ayirma emasmi o'rtadagi? Hammasi yig'indi. Kublar bo'yicha misollarni ko'rgansizlar. Hop, x y deb belgilab olgandik, bilasizlarmi? Shunaqa belgilab ishlasizlar, natijasi qanday bo'ladi qarang. 3 ko'paytirilgan a kvadrat minus b kvadrat. Hop, b kvadrat minus s kvadrat va s kvadrat minus a kvadrat holatiga keladi. Hop, pastdagi 3 a minus b, b minus s va s minus a. O'zi aslida shunday bo'ladi. Bu belgilash yo'li bilan ishlaganingda isbotladik-da ularni. Hop, shular ketadi. Mana bu plus minusga ajralganda minusga ketadi, to'g'rimi? Plus minusga ajralganda minusga ketadi. Xullas, nima qoladi faqat? A plus b, b plus s va s plus a. Javoblari ham shundaymi? Yozib olasizlar.